kichkina holatdan mana shu katta savlat holatiga chiqdi. Buni 100 ming olganmiz, keyin narxi ko'tarildi. Ikkinchisini 110 mingga oldik. Buni Namanganda birinchilardan bo'lib biz tashkil qilamiz. Xo'p, Oybek aka, mana pastki qavatga ham tushib oldik. Bu joy qanaqa joy aka? Bu joy bizni ishlab chiqarishimizda kichikroq qismi, asosiy qismlari tarafda uni ham ko'rib o'tamiz, lekin biz mana shu joydan boshlaganmiz Savlat mebel tarixini. Shuning uchun shu yerdan ko'rsatishga qaror qildim. Zo'r. Bu yer ham 500 kvadrat. Bu yer ham 500 kvadrat, sal kichikroq, 480 kvadrat shunaqa. Tushunarli. Mana birinchi bo'lib televizorga, bu yerdagi kompyuterga ko'zim tushyapti. Ha, o'sha boyaga tizim dedik-ku, shu tizimni u ofisda ofis xodimlari ko'rib turadigan bo'lsa, bu yerda ishlaydigan xodimlar ko'rib turishi uchun, ya'ni yangi zakaz olinsa, sразу bu yerda ko'rinadi va bu yerdagi xodimlar ham, demak, mana bu zakaz olindi, o'chiribga qo'ydi, mana shuncha ish bor ekan, bu stanokda mana shuncha ish bor ekan, bu ishdan keyin buni qilar ekanman deb turib ko'rsatib turadi va qilib bo'lgandan keyin bu kompyuterga kelib, belgilab qo'yadi. Shunda u tarafda o'sha delu 128-raqamli palonchini zakazi bajarildi degan narsani qiladi. Bu yerda 3 ta bo'lim bor. Agar o'sha zakazda, o'sha buyurtmada muammo bo'ladigan bo'lsa, buni o'rtasiga qo'yib qo'yadi. O'rtasiga qo'yib qo'ygandan keyin u yerdagi menejerlar biladiki, demak, shu ishda nimadir muammo bo'lyapti. Keyin aloqaga chiqadi, nima muammo? Balki mahsulot omborda bir kelib qolganmi, boshqa kelib qolganmi, shundan bilib oladi. Ya'ni har bir jarayonni nazorat qiladi, tizimni nazorat qiladi. Shuning uchun har bir ofisda ham, sexda ham, hali meni ofisimda ham bunaqa monitordan bor. Hamma birda ko'rib turadi. Jarayonlar qanday ketyapti. Ofisimdan ko'rsatasiz. Zo'r. Xo'p, birinchi bu stanoklarimizdan boshlaymiz aka. O'zingiz tushuntirib ketasiz. Bularning nomi nima? Mana bu rover deydi buni. Alanga o'xshab qolgan bu ham. X-Tech. Ya'ni stanok bu mebel sohasiga kirib kelishimga sababchi bo'lgan shu stanoklar bo'ladi. Albatta boshqa biz buni bir necha yangilarga almashtirdik. Lekin 2010-yilda men birinchi marta Xitoyga borib shu uskunani olib kelishdan boshlaganman. Unda mebel yo'qdi, biz faqat unda xizmat ko'rsatdik. Bu juda ham zo'r uskuna. O'zim shu uskunani ishlatishdan boshlaganman faoliyatimni. Tushunarli. Bu mana ko'rsatsangiz bo'ladi, har qanaqa murakkab mahsulotlarni, detallarni kompyuterda chizmasini chizasiz. Bunga o'sha mana bu yerda mana pult bor. Fleshka orqali pultga buyruq bersangiz, buni shu amalga oshiradi. Tushunarli. Maxsus dasturlar orqali bu har qanaqa murakkab detallarni, tushunarli. tish bo'ladimi, mana bunaqa tishlarni hammasini shu uskunada qilamiz. Juda ham zo'r. Bundan ikkita, adashmasam. Bundan ikkita. Ikkalasi ham. Endi eng muhimi, bularning narxi qanaqa bo'lgan aka? Mana bunisi 20 ming dollar turadi, bunisi 10 ming dollar atrofida turadi. Bu sal nomdorroq firma bo'lgani uchun bunisi qimmatroq. Buni asosiy buni afzalligi, bular juda aniq ishlaydi, aniqlaydi. Ya'ni millimetrni o'ndan birga aniqlaydi ishlaydi. Tushunarli. Juda ham zo'r. Juda ham zo'r. Xo'p, keyingi qismlarimiz qanaqa bo'ladi? Keyingi qismimiz mana bu kesish uskunasi. Bu o'sha mebel sohasining yuragi desak ham bo'ladi. Bu ham o'sha F45 germanskiy, endi hozir xodimlarimiz ish to'xtatishibdi. Kech bo'lib qoldi. Kech bo'ldi, ham ovoz video o'tganimiz uchun to'xtatib turibmiz. Bular afzalligi bunda ham aniqligida. Buni har qanaqa mebelchini orzusi desak ham bo'ladi bu uskuna F45. O'sha asosiy plitniy mahsulotlarni kesish uchun ishlatiladi. Tushunarli. Juda ham aniqlikda ishlaydi bu. Ham mana bu qismi elektron tarzda yuradi. Buni ham qo'l teksa o'zi tushib ketadi. Yo, unaqa emas bu. Ulusdan endi olib kelamiz ulusdan, Alloh xolasa. Bundan bu seximizda bundan ikkita 4 kishi ishlaydi odatda bunda. Ikkita, bitta yordamchi, bitta asosiy ustda ishlaydi. Tushunarli. Bu tarafda mana kromka qilish uskunasi bu. Bu ham Homik kompaniyasiga tegishli Germaniya mahsuloti. Kromka nima degani aka, mebel? Kromka degani mana misol mahsulotlar kesilgan vaqtda mana bu holatda bo'ladi-da. Deyli bu katta list bo'lgan, buni kesilgan. Kesgandan keyin mana bu qismni mana bunday lentalar bilan ko'rsating-da, lentalar bilan yopiladi. Buni avtomatik ya'ni buni tikilsa, 180 gradusda kley, germanskiy kley qizdirib turib, buni uskuna o'zi yopishtirib beradi. Tushunarli. Har xil rangda bo'ladi bu lentalar. Juda ham zo'r. Buni yopishtirib beradi mana. Buni ba'zida ko'raman, misol uchun ko'chib ketib qoladi-ya. Mana shunaqa sababi nimada? Sizlarda ham shunaqa holatlar bo'ladimi? Bizda buni ikki xil yechimi bor. Birinchisi mana bu
oldin agar u dazmolda yopishtirilgan bo'lsa, bunaqa uskunasiz. Ya'ni bu uskuna ham arzon turmaydi. $110,000 hozirgi narxi. Ha, mana shu uskunani o'zi $110,000. Biz buni 100,000 olganmiz, keyin narx ko'tarildi. Ikkinchisini 110,000 ga oldik. Tushunarli. Shu uskunada yopishtirilsa, buni afzalligi ko'chmaydi va undan ham keyingi pokoleniyasi purkley degan narsa bor. Hozir narigi sexda ko'rsataman. Purkleyda qilinsa, u katta ehtimol bilan hech qachon ko'chmaydi. Uni kesib tashlash kerak faqat. Ha, tushunarli. Va yana bu yerda boya dastur ko'rsatdim-ku sizga. Biz afzalliklarimizdan biri mana har bitta mahsulotda e'tibor bergan bo'lsangiz, maxsus yorliqlar bor. Yaqinroqdan ko'rsatsak bo'lar ekan. Buni pasport deymiz. Bunda mana bu mahsulot kimga oid, razmeri qanaqa, buni qaysi tomonini qanaqa qilish kerak, ya'ni qaysi tomonini kromka qilish kerak buni. Ha. Va qanaqa kromka qilish kerak haqida ma'lumot bor. Mana bu yerda QR kodlari bor. Qarang mana. Maxsus QR kod bor. Bunda ham bularda ham har bittasida o'sha dasturimiz orqali har bir mahsulotda o'zini pasporti bor. Bu kimni proyekti bu, kimga tegishli, buni qaysi tomoniga nima ishlov berish kerak? Rover qilish kerakmi, kromka qilish kerakmi yoki pirsatka deymiz, soat ko'rsatamizda ham maxsus tishuvlar bo'ladi. Tishlarni ham shunga hammasini yozib ketiladi. Ya'ni bu nimaga qiladi? Buni kimdir kelib bu ishlatgan uskunaga yana qilish shart emas. Tushunmagan odam tushuntirish shart emas. O'zi hammasi tushunarli qilib xodimlar deydi 1-2 kun o'qitganimizdan keyin kelib ishlab keta oladi. Tushunarli. Zo'r. Mana uni endi tizimlash desa bo'ladi. Bu juda qulaylik yaratadi. Ya'ni qaysi detal kimniki, buni mahsulotni olib ketgan vaqtda ham mana har bittasida mana yozib qo'yilgan Abdurazzoq, Abdulloh kim raqami, qachon kesilgan buni kim kesgan, har bittasida shu ma'lumot saqlanadi. Zo'r. Va bu mahsulot mebelni yig'itgan vaqtda ham chizma bo'ladi. Chizmaga qarab detallar har bittasi raqamlangan bo'ladi. Deylik, birinchi raqam korpusi, ikkinchi raqam ust qismi Legoga o'xshab yig'ilaveradi. Bu katta qulaylik beradi mebelchilarga ham. Buni Namanganda birinchilardan bo'lib biz tashkil qilganmiz. Zo'r. Juda ham zo'r. Xo'p, yaxshi. Bu yer adashmasam ishlab chiqarishi eng kichkina qismlardan. Eng kichkina qismimiz, asosiy katta qism. Narigi tarafda uni ham ko'ramiz. Hozir narigi ishlab chiqarish sexini ko'ramiz. Undan oldin mana shu bitta narsani ko'rsatib ketmasam bo'lmaydi. Nima ekan aka? Bu yerda bizning kichkina xonamiz bor. Biz uchun juda ham qadrli. Nimagaki, Savlat Mebel aslida shu yerdan boshlangan. Mana shu xonada biza adashmasam 2-3 kishi boshlaganmiz. Shaxsan o'zim shu xonada ishlaganmiz. Ya'ni u taraflar hali bitmaganda, ofislarimiz bitmaganda shu joydan 2023-yil may oyida ishni boshlaganmiz. Mana shu xonadan, kichkinagina xonadan boshlaganmiz. Gap yo'q. Shunga bir ko'rsatib o'tira. Shuning uchun hozir bu yerdan o'sha o'yadigan roverlarimizga maxsus programmani yozishadi. Bu yerda mana mijozlar uchun har xil namunalarni ham qilib qo'yishgan. Tushunarli. Juda zo'r. Mana do'stlar ko'rishingiz mumkin, haqiqiy kichkina holatdan mana shu katta savlat holatiga chiqquncha yo'l bizning garajimizda, Steve Jobsga o'xshagan garajga o'xshagan garajimiz. Shu yerdan boshlangan. Steve Jobs tayyorlagan garaj. Tushunarli. Bu yerda eng yaxshi qolgan xotirangiz nima bo'lgan aka? Endi hech o'ylab ko'rmagan ekanman. Ya'ni hamma narsa kichkina davomli ishlardan boshlanadi. Hech qachon taslim bo'lmasligi kerak. Tushunarli. Juda ham zo'r. Xo'p, Oybek aka, shunda bu yer siz aytgan katta ishlab chiqarish zonasi. Katta ishlab chiqarish zonamiz. Bu yerga mana yangi uskunalarni qo'yganmiz. Har qanday mebelchi orzu qiladigan uskunalar mana shu joyda turibdi. Juda ham zo'r. Mana bu ham shu boy F45 ga o'xshagan arra. Faqat buni farqi unda bittadan kesilsa, bunda 3 talab 3 qavat qilib kessa bo'ladi. Unga qaraganda 2-3 barobar anaqaroq, ko'proq ob'yom chiqaradi bu. Hammasi bu mutlaqo xavfsiz. Bunda yana avtomat qiladi hammasini. Hammasi kompyuter boshqaruvidan u tarafdan o'sha razmerlar bunga tushadi. Bitta o'chib, shuni qilib qo'ysangiz, o'zi olib ketib, kesib chiqaraveradi buni. Ya'ni bunda hech qanaqa qo'l uchun xavfli joyi yo'q. Tushunarli. Xavfli joyi yo'q. Bunda kesilgandan keyin shart emas. Bunda mana printerdan har bittasidan nakleyka chiqadi, nakleykani yopishtiriladi. Yopishtirgandan keyin bu kromka stanokka bo'ladi mana. Bu tarafda ham o'sha bu purkleyda ishlaydigan kromkamiz mana shu joyda. Tuzatgan stanok. Hech qachon bu ko'chib ketmaydi xolasa. Ancha namlikka chidamli yuqori. Bu yerda mana bu ham noyob stanok.
Namanganda birinchi bo'lib o'rnatganmiz biz buni. Aha. Ya'ni xizmat ko'rsatish sohasida bunaqa yo'q edi. Ancha vaqt, 1 yil vaqt kerak bo'ldi buni mebel ishlab o'rnatish uchun. Aslida juda ham qulay narsa, lekin baribir har qanday qulaylikni ham odam o'rganmaguncha vaqt kerak bo'lar ekanda. Shunaqa. Bu kerak bo'ldi. Bu shunaqa tish bilan tish beradigan stano bu. Ya'ni qanaqa teshiklar? Ya'ni mana hozir mana detallar tiqiladi bunga. Aha. Detalli qo'yilgandan keyin bu maxsus tish bilan tish beradi. Juda ham xavfsiz va zamonaviy, ham yuqori aniqlikda ishlaydigan uskuna bu. Ha, biz bu nimalar uchun teshikdan teshib beradi asosan? Nimalar uchun teshikdan teshib beradi? Mana mebel yig'ish uchun mebelni 2 xil yo'lda yig'ish mumkin. Shurtda yig'ish mumkin. Arzon mebellar shurtda yig'iladi. Ha. Qimmat mebellar bo'lkakada yig'iladi mana. Mana bu teshuvlarni tish beradi bu uskuna. Mebel fasadi aktual holatda zonasi mana. Bu yerdan ko'rsatib qo'yilgan. Qaysi tomon tish kerak, qaysi tomon nima qilish kerak. Bunga qarab turib, buni ham QR kodi bor. Uskunani o'zi skaner Uskunani o'zi qilib biladi mana har bir uskunani. Ha, tushunarli. Gap bo'lishi. Hozir mana tekshirganlar bormi bu yerda? Ha, LDSP mana har bittasini teshiklari borda. Mana har birini bo'lkaga kirish uchun maxsus teshib qo'yilgan bunani. Tushunarli. Mana polka ekan bu. Ha, tushunarli. Juda ham Butun zo'r. tizim shunaqa nazorat qiladi. Mana bu yerda ham televizor bor. Xuddi unga o'xshab kichkina ishlab Bu yerdagi ham har bittasida xodimlarga ishlar, ya'ni oldin biza qog'ozlab kelib berardi. Oldin buni qil, keyin buni qil derdi. Hozir hammasi avtomatlashtirilgan. Har kun o'ziga ertalab kelganda kim nima ish qilish kerakligini biladi. Bu hattoki haligi gruzchi deymiz, yuklar olib kelishga ham, ular ham ertalab ish joyiga kelganda qaysi biri birinchi qaysi rangli detalni qaysi uskuna oldiga kelishgacha avtomatlashtirib qo'ygan. Wow. Juda ham zo'r. Bu texnikalar ham menimcha u yog'iki bilan deyarli u yog'i holati bilan bir xil rasxod ketgan bo'lsa kerak bu texnikalarga. O'shani 2 ko'paytirasiz bu yerda. Ha, yo'q, qancha ketgan? 250 ming atrofida ketgan. 250 ming dollar. Zo'r. Bu haqiqiy savlat mebelni sifatiga chiqarish uchun bu investitsiya hisoblanadi. Endi shunaqa narsa borda, mana biz Yevropa davlatlariga borganmiz. Yevropadagi sifat chiqarish uchun Yevropadagi uskunalar bo'lish kerak. Ha. Oldin Xitoy uskunalaridan ishlab ko'rganmiz, boshqa qilganmiz. Qarasa sifat bo'lmaydi. Uning uchun 3 ta narsa kerak. Yevropa eski maqsadimiz Yevropa darajasidagi mebel ishlab chiqarishmi? Uning uchun u yerdagi uskunalar, o'sha darajadagi xodimlar, o'sha darajadagi mahsulotlar, xomashyo kerak. Ha. Shu uchtasi bo'lsa, keyin xudo xolida shunaqa Yevropa sifatida qilsa bo'ladi. Hop, aka, mana ko'ryapman, bu yerda hammasiga nisbatan katta uzun uskunamiz bor ekan. Bu qanaqa uskuna aka? Bu o'sha oxirgi marta Xitoyda Shanxayda ko'rib olgan uskunamiz, uzunligi 11 metr, og'irligi 7 tonna. 7 tonna. O'zbekistonda hozircha yagona bo'lgan uskunamiz. Rostdan. Bu mana bunaqangi noodatiy kromkalarni qiladi. Mana u yoqda ikkita ko'rgan uskunamiz Tix kromka qilsa, bu mana 45 gradus kromkani qiladi va shu bilan bir qatorda mana bunaqa o'sha boya shkaf ko'rsatdim-ku. O'shalarni aynan shu uskuna bajarib beradi. O, juda ham zo'r. Yagona faqat mana shu ikkita ishi uchun mana shunaqa katta uskuna ishlaydi. Ha, bu 3 ta funksiyani bajaradi. Ham Tix kromka qiladi, ham shuna 45 gradus kromkani qiladi, ham mana buni qiladi. Va hamma yog'i faqat kompyuter orqali boshqariladi. Tushunarli. Bir-biriga o'tishda avtomatik qilgani uchun ancha qimmat turadi bu uskuna. Tushunarli. Juda ham zo'r. Endi aka sizga savolim. Mana texnikalarni o'ziga eng sifatlilaridan olib ishlatyapsiz. Boshqa hozir 500 ming dollarlik texnikalar bo'lib ketdi. Nimaga unaqa oddiyrog'idan ham ishlatib qilsa bo'ladi-ku? Nimaga aynan bunaqa qimmat texnikalarni ishlatasiz aka? Endi hammasi niyatga bog'liq. Biz o'sha orzularda ham ishlaganmiz, yaxshi niyat qilib ishlaganmizki, ya'ni bizni xudo xohlasa hech kimdan kam joyimiz yo'q. Allohning fazli bilan qodir qildi. Shu narsalarni oldik. Biz o'zimizning xodimlarimiz ham iloji bo'lsa xavfsiz ishlasin birinchi o'rinda va chiqgan mahsulotimiz o'sha dunyo talablariga javob beradigan darajada sifatida shu eng ilg'orlarni olib kelganmiz. Tushunarli. Xalqimizga maksimal manfaat berish uchun. Shunaqa. Tushunarli, juda ham zo'r. Xo'p, demak bu yerda stanoklarimiz tugadi, aka? Ha, tugadi. Endi showroom ko'rsa bo'ladi. Bo'ldi. Showroomni ko'rgani ketdik.